Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. E'tiboringiz markazida 12-kanal jamoasi. Davlat rahbarlari hamda hukumat boshliqlarining rasmiy maoshlari miqdori bir-biridan keskin farqlanadi. Ming afsuski, ko'plab prezidentlar hamda bosh vazirlar o'z lavozimlarida ishlay turib katta boylik to'plashga ham ulguradilar. Ko'p hollarda mana shu katta janjallarga sabab bo'ladi. Tarixdagi eng boy davlat yetakchilari kim va ular o'z boyliklarini qay usulda ishlab topganlar? Bugun mana shu haqida. Jorj Vashington 553 million AQSh dollari. Jorj Vashington bugungi kunga qadar AQShni boshqargan yetakchilar qatoridagi eng badavlat ikkinchi odam sanaladi. O'z vaqtida unga tegishli bo'lgan yuzlab qullar 3000 gektardan ortiq plantatsiyalarda mehnat qilishgan. AQShda ismi hurmat bilan tilga olinuvchi prezident mamlakatning turli shtatlarida, Virjiniyadan tortib Nyu-Yorkgacha bo'lgan yerlarda mulklarga egalik qilgan. Uhuru Kenyatta 562 million dollar. Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta ayni vaqtda mamlakatni boshqarib kelayotgan eng boy o'lka yetakchilaridan biri hisoblanadi. U 200 ming gektardan ortiq hosildor yerlarga egalik qiladi. Mazkur yerlar prezidentga Keniyaning birinchi prezidenti bo'lmish otasi Jomo Kenyattadan meros qolgan. Bundan tashqari prezident o'z mamlakatidagi sutni qayta ishlovchi yirik kombinat, bank hamda telekanal aksiyalariga ham egalik qiladi. Nursulton Nazarboyev 1 milliard dollar. Bolalikda podachi, yoshlik yillarida injener, keyinchalik partiya faoli bo'lgan Nursulton Nazarboyev ayni vaqtda milliarder hamdir. U Qozog'istonni 30 yil davomida boshqargan va umrining so'nggi kunlariga qadar mamlakatda millat yetakchisi bo'lib qoladi. Aytishlaricha, u o'z boyliklarini korrupsiya, oilaviy boshqaruv tizimi yordamida yig'ishga erishgan. Islom Karimov 1,1 milliard AQSh dollari. Islom Karimov O'zbekistonni 1989-yildan 2016-yilga qadar boshqargan siyosatchi mamlakatda qator islohotlarni amalga oshirgan ekanligini inkor qilib bo'lmaydi. Ammo norasmiy va xorijiy nashrlarda Karimovning boyligi 1 milliard dollardan oshiqroq bo'lgani aytiladi. Bu rasmiy ma'lumot emas, albatta. Ta'kidlab o'tamiz, ushbu ma'lumot rasman o'z isbotini topmagan. Bashar al-Asad 1,7 milliard dollar. Suriyalik diktator Kreml va Tehronning sodiq do'sti bo'lmish Bashar Asad o'z mamlakatidan 122 milliard dollar o'marganlikda ayblab kelinadi. Britaniya nashrlari esa vaziyatni chuqurroq tahlil qilgancha uning qo'l ostida 1,7 milliard dollar miqdoridagi pul bor ekanligini aniqladilar. Saddam Husayn 2,5 milliard AQSh dollari. Iroqning sobiq prezidenti Saddam Husayn ko'plab davlat yetakchilari kabi avval prezident, keyin esa milliarder bo'lgan. Taniqli diktator davlat budjetidan katta miqdorda pul o'margan. Uning 89 ta saroyi, lyuks sinfidagi mashinalar kolleksiyasi mavjud edi. Bundan tashqari Saddam Husayn ko'plab media konsernlarining aksiyadori sanalgan. Ilhom Aliyev 3,2 milliard AQSh dollari. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ushbu lavozimda 2003-yildan ish boshlagan. U prezidentlik lavozimini otasi Geydar Aliyevdan meros qilib olgandi. Ozarbayjon prezidentini milliard dollarlik o'g'irliklar va o'z odamlari orqali butun mamlakatdagi bank tizimini nazorat qilishda ayblashadi. Kim Chen Ir 4,3 milliard AQSh dollari. O'z xalqining ustidan kuchli nazorat o'rnatgan Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir ham katta miqdordagi mablag' egasi bo'lgan. Uning boyligi davlat budjeti orqali orttirilgan edi. Mamlakatdagi ochlik to'lqini odamlarni qirib tashlayotgan bir vaqtda Shimoliy Koreya yetakchisi qora kassa yaratish ishlari bilan shug'ullangan. Ushbu ish Shimoliy Koreyaning Shvetsariyadagi elchisi Pi Suyyon tomonidan nazorat qilingan. Yetakchining barcha pullari Shvetsar banklardagi hisob raqamlariga o'tkazilgan. Donald Trump 4,7 milliard AQSh dollari. AQSh tarixidagi eng badavlat prezident Donald Trump hisoblanadi.
Tadbirkor o'z vaqtida bir necha bor bankrotlik holatini boshdan kechirgan, ammo Oq uyga ko'chib o'tgan vaqtlari allaqachon pul va boylik ichida suzib yurardi. Tramp aksariyat prezidentlardan farqli o'laroq ushbu pullarni mazkur lavozimni egallagandan keyin emas, aksincha undan avval o'z mehnati, salohiyati va aqli bilan ishlab topgan. Bundan tashqari, Tramp o'zining soliq deklaratsiyasini e'lon qilmagan yagona prezident hisoblanadi. Bu qonunga xilof emas albatta, ammo 2 asrlik an'ana aynan Tramp tomonidan buzilgani ko'pchilikka g'alati tuyulgan. Shaxsan mening o'ylashimcha, Trampning deklaratsiya topshirishiga hech qanday ehtiyojining o'zi yo'q. Zero mehnati ortidan yetarlicha pulni ishlab topgan insonga davlat budjetining puli nima uchun kerak bo'lsin? Kim Chen In 5 milliard AQSh dollari. Shimoliy Koreya diktatori Kim Chen Irning erkatoy o'g'li Kim Chen In xuddi otasi kabi xalq pulini o'g'irlash hamda shaxsiy kapitalni oshirish an'anasini davom ettirib kelmoqda. Shveysariyada tahsil olgan Shimoliy Koreya yetakchisi kamtar odam deya ta'riflab bo'lmaydi. Uning hashamatli yaxtalardan iborat butun boshli flotiliyasi, qimmatbaho avtomobillar parki hamda qadimiy vino kolleksiyasi mavjud. O'lka odamlari ochnahor, sertabassum Kim esa baxtidan sarmast. Adolf Gitler 6,5 milliard AQSh dollari. Oddiygina oilada tavallud topgan omadsiz rassom va arxitektor Temirxoch Kavalera butun tarix davomidagi eng yomon diktator deya e'tirof etiluvchi Adolf Aloyzovich Shiklgruber o'zining boshqaruv yillari davomida kattagina boylik to'plashga ulgurgan. Uning bisotidagi barcha saroylar, kvartiralar, o'g'irlangan kartina va haykallar bilan qo'shib hisoblaganda Fyurer vafot etgan vaqtlarda uning kapitali 1,1 milliard Reichsmarkani tashkil qilgan. Bu 6,5 milliard dollarga teng degan gap. Mahathir Mohamad 45,4 milliard AQSh dollari. Dunyodagi eng katta yoshli bosh vazir, Malayziya hukumati boshlig'i bo'lmish Mahathir Mohamad 1981-2003 yillar davomida ushbu lavozimda ish olib borgan. U o'tgan yilning may oyida mazkur lavozimda qaytadan ish boshladi va ayni vaqtda uning yoshi 93 dan oshgan. Mahathir Mohamad Malayziya budjetidan 50 milliard dollar miqdorida pul o'g'irlagan va ularni butun dunyo bo'ylab 50 ta bankka taqsimlab tashlagan. Ali Abdulla Saloh 68,3 milliard AQSh dollari. Dunyodagi eng nochor mamlakatlardan yana biri bo'lmish Yamanni 1990-2012 yillar davomida boshqargan Ali Abdulla Saloh davrida mamlakatda korrupsiya avj olgan. Saloh katta miqdordagi pullarni o'g'irlashda ayblab kelingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, uning boyligi 68,3 milliard dollarga teng edi. Husni Muborak 78,7 milliard dollar. Arab bahori tufayli o'z lavozimidan ayrilgan prezident Misrni 30 yil davomida 2011 yilga qadar boshqarib kelgan. Husni Muborak hukumat tepasida bo'lgan vaqtlari haddan tashqari boyib ketgan edi. Washington Times gazetasi uning boyligi 700 milliard dollardan oshiq ekanligini ma'lum qilgan, ammo rasmiy ma'lumotlarda barchasi birozgina kamroq. Vladimir Putin 206,3 milliard dollar. Ayni vaqtda hukumatni hamon boshqarib kelayotgan prezidentlar orasidagi eng badavlat shaxs Putin hisoblanadi. U 2012-2016 yillar davomida 673 ming dollar pul yig'ib ulgurgan. Aslini olganda Vladimir Putinning boyligi 200 milliard dollardan oshiq ekani aytiladi. Bundan uning eng yaqin odamlarigina xabardordirlar. Aytishlaricha, mazkur pullar ko'p sonli banklar hamda g'arb mamlakatlaridagi sarmoya fondlariga taqsimlab tashlangan.